Hürmetli vatandaşlık işyerlerimizi devamlaştırırız. Bugünkü İsa 2019 yıl 12. ayının 15. günü haftığı yaşandı. Andaki leksiyemiz bunda. Tayvan'da prezident geçirin lan. Andaki mavzumunda da hürmetli vatandaş. Prezident Trump mundaq ilan qildi. Amerika Jungo ikinci basqıçda iqtisodiy söhbetini derhal başlaşı lazım. Mavzulu xabar 12. ayının 13. gün Tayvan Merkezi Agentliği ilan qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bugün Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Amerika ve Jungo birinci basqıçlıq kelişim imzalashni tamamladı. Aslida bu 12. ayının 15. günü Jungo'dan import qilingan tovar mallarga qo'yiladigan boyni ijro qilish vaqtliq to'xtatildi. Shundaqla ikki taraf darhol ikkinchi qatimliq suhbatni boshlaydi. Prezident Trump Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Biz Jungo bilan ko'lami intayin zo'r. Birinchi bosqichliq kelishimni suhbatlashib bekitdik. Biz o'zaro nihoyat ko'p qurilma xarakterli taraflarda islohot elib berishga qo'shildik. Jungo Amerikadan ko'plab yeziglik mahsulotlari, energiya va tayyorlangan mahsulotlar va boshqa tovarlarni sotib oladigan bo'ldi. Kelishim imzalanganlıktan 12. ayının 15. günü yolga koyuladigan jazolash xarakterlik tamojnameci endi yolga koyulmaydi. İki taraf ikki qatimliq savdo suhbat kelishimini darhol boshlaydi. İki taraf ikkinchi qatimliq savdo suhbat kelishimini darhol boshlaydi. Amerikada 2020 yıl o'tkaziladigan saylangacha saqlab o'ltirmaydi. Bu her qandaq bir kishini xushal qiladigan kelishim imzolashdi. Tor betlari savdo kelishim imzolandi Amerika Jungo o'rtasida. Tor betlari nima deydi? Savdo kelishimi prezident Trump yo'l qo'yib andin ma'qullandimi? Yo'q, xatolashdingiz. Bu kelishimdagi bir abzas so'z xohlagan chog'da tamojna baja qo'yishga yetib oshadi. Wall ko'chisi televiziya film 12. ayının 14. günü YouTube. Jungo Amerika savdo kelishimi imzoladı. Vaziyat intayin eğer başka tanlash yo'q. Xi Jinping intayin zo'r darajada yo'l qo'ydi. Xiaomin Jishin to'g'ri filmi 12. ayının 14. günü YouTube. Kutmagan bir ishmidi? Jungo Amerika birinchi bosqichli savdo kelishimi imzoladı. Bu prezident Trump'ning cho'ng shaxmat o'yinining boshlanishidir. Jiang Xinji 12. ayının 13. günü YouTube. Jungo Amerika kelishimi imzoladı. Xi Jinping Liu He yo'shirib oldi. Jung'ning haydi ixtilof. Yana so'zligili bo'lmaydigan sabablar bor. Jungo taraf hayron qoladigan darajada jimib ketdi. 12. ayının 14. günü Chimpokong. Steven Bannon Tor filmi orqali mundaq dedi. Musa Bitcoin partiya Shangang Tayvanni qul qilmoqchi bo'lib o'tdi. Batar Shangangliq va Tayvan xalqi butun dunyoning o'lgisi bo'lib qoldi. Yeni Tanrıklar Televiziyası 12. ayının 14. günü YouTube. Jungo Amerika birinchi bosqichliq kelishim imzolaganligini e'lon qildi. Aqsaray zo'r g'alabani qo'lga keltirdik deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 12. ayının 14. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Jungo 12. ayının 13. günü ikki taraf birinchi bosqichda savdo kelishimi imzolaganligini e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Twitter'da fikr qoldirib mundaq dedi.
Biz Cungo bilen birinci basqıçlık intayin zor kelişim imzaladık. Prezident Trump yana mundaq dedi. İki taraf ikinci basqıçlık kelişim söhbetine derhal başlaydı. Bundan buran Cungo'nun köpçülük yukarı derecelik əməldarları cümə günü saat 11'da muhbirlarını kütüveli işini ötküzüp Amerika'ya Cungo kelişim Amerika bilen Cungo kelişim imzalaganlık haberini ilan kıldı. Aksaray bayanat ilan kılıp mundaq görsat. Bu bir türlük tarihi karakterlik kelişim. Amerika'nın iqtisadi üçün aytqanda intayin zor qalba. Bir qatimliq intayin zor qalba. Prezident Trump Twitter'da fikir qaldırıp mundaq ko'rsatdi. Ular Cungo taraf nayt köp qurulma karakterlik söhbət elib barıdı.